Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Bugun ko'pchilik kutgan suhbat bo'ladi. O'sha moslashuv Ramazon bilan o'sha tezroq moslashdi bu vaziyatda. Yoshligi. Chapstoyga, neudobно. Вообще noqulay. Masalan, Muzaffar aka ustoz, bizga qanday odam deb bilamiz? Muzaffar aka masalan ikkita gap. Men musobaqadan yutqizib kelsam ham dadam yomon gapirmasdi-da. Jamiyatimizga o'sha qanaqadir katta foyda bu, vatan himoyachi bu juda mas'uliyat. Bor misol yutqizib kelaman, alam qiladi-ku, shuncha qiynalib pul topasizda, misol o'g'ri deb. Aytdimmi, kim sana do'stim, aytaman kimligini. То есть mana shu atrofda go'ypadan ko'p kuzatamiz, потому что biz bitta komanda buni olib. Muzaffar aka yaxshi chempion chiqaryapti. Men ham chempion chiqarishga harakat qilaman. Jarohatim bo'lsa, o'zing kasal bo'lib mana o'shanda masalan shu gapimni aytsa-edi, mana o'shanda aytsam bahona deydi. Taniqli tema bu o'zbek bilan o'zbekni chiqib qolishi. Dubaydan qayerga bo'ladimi jang? Nima deysiz? Shu bo'lsa-lekin Abu Dabiga borarikda ko'pchilik tomosha. Xitoyda qulayliklar ko'proq yaratib berishadimi? Amerika. Bilaman, Amerikada ko'proq. Bitta udarga. Слишком misol и, как говорится, mana ustozlar, которые любое время tayyor sizlarga yordam berishga va yoningizda turishga mana shunday. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Bugun ko'pchilik kutgan suhbat bo'ladi. Ramazon Temirov ukamiz UFC jangchisi va tarixda 57 kilogramm vaznda birinchi marta reytingga kirgan ukamiz va ustozlar Muzaffar aka Xudoyqulov, Rahmonov Botir aka bilan birgalikda bugun bir chiroyli suhbat qilamiz va o'ylaymanki ko'pchilik yoshlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Avvalambor muxlislar, sizlarga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Bugun Ramazon Temirovni shu darajaga kelganligi osonlikcha bo'lmagan va buni hozir ko'p intervyularda aytib o'tdi, qanaqa darajaga bo'ldi, lekin mana shu insonlar ko'p mana shu holatlarni ko'rishdi va o'zi ham hozir aytib beradi. Ramazon, sendan boshlaymiz. Birinchi o'ringa mana ko'pchilik yoshlar hozir musobaqalarga chiqishdi. Havaskor sportdan boshlaylik, havaskor sportdan. Ya'ni oxirgi jangingda, ikkinchi jangda men ko'rdimki, mana ustozlar o'sha yerda edi, Jasur aka, Muzaffar aka o'sha yerda edi. Havaskor sportdagi olgan tajribang juda ham katta foyda berdi. Havaskor sport. Sen mana shu nima deb o'ylaysan? Shu havaskor sportga qatnashmasdan kamroq qatnashib, o'sha birdaniga masalan UFC professionalga o'tib, UFCga kirganingda qanchalik darajada bo'lardi mana shu jangi? Avvalambor assalomu alaykum. Xo'p, haqiqatan ham yaxshi siz anaqani savol berdingiz menga. Ko'p bolalar hozirgi yosh sportchilar o'sha birdan professionalni bo'yiga o'tib, professionalni o'sha karyera qilish xohlashadi. Ko'p mana shu zalda ham ko'p bolalarda, ukalarimizda bo'ladigan holat, aka deydi, bo'ldi, havaskorda bir ikkita urushib turib, keyin professionalligiga, havaskorda omadi kelmagandan keyin professional sportga o'tishadi. Professional sport ham o'ylashadi, professional sport ham oson. Lekin havaskor sport bilan professional sportni farqi bor, bilasiz, juda katta. Men shu oxirgi boyimda havaskor sportda urushganim juda ham katta foyda berdi. O'sha qo'l jangida urushganlarim, yana rukopashnidan o'sha qo'l jangida professional bo'yiga urushganlarim hammasi shu foyda berdi. Ikkinchi raundda o'sha menda fikrlash o'zgardi. Sezildi. Mana Muzaffar akalar turib o'sha yerda birdan. Muzaffar ham aytishdi, shu men birinchi raundda uxlatishga harakat qildim. Da. O'xshamadi. Uni ham plani shunday edi o'zi. Unda plan bizani o'sha birinchi raundda kuzatib, birinchi raundda o'sha charchatib, o'sha 2-3 ta urush bo'lgan. Shunday. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, bu havaskor sport endi boshlayotgan bolalarga juda ham kerak, qilish kerak. U qilmasa bo'lmaydi. Shunday. Fikrlash, jang vaqtida tez fikrlash uchun havaskor sport kerak bo'lar ekanda. Chiroyli gap bo'ldi. Mana Botir aka, Muzaffar aka mana
sizlarga ham mana yoshlar ko'p keladi. Mana o'zimiz ham yoshligimizda mana Muzaffar akam qo'llari katta bo'lgan, mana Botir akalar bilan tanishib narsa qildik. Eng katta tajribani biz havaskor sportdan oldik. Shunday. Masalan, Muzaffar aka o'zlari nima uchun reja tez o'zgardi? Chunki masalan Jasur akani o'zi masalan Ramazonni professional holatida ko'rgan, Ramazonni professional imkoniyatlarini biladi. Muzaffar aka masalan havaskor imkoniyatlarini biladi. Ikkita maktab bitta bo'ldi-da o'sha yerda. Qaradik, men shunday jang boshlandi, aytdim, dedim, stoykasini chapaqay qilib chiqdi bu bola dedim. Siz o'shanda birdan sezdinglar, to'g'rimi? Jangdan oldin o'zi aytdim, men chapaqay urushadi bu. O'sha moslashib Ramazon bildimi, o'sha tezroq moslashdi bu vaziyatda. Bo'y uzun bolalar bilan bir hayotda yoki kichkina vaqtdan beri bo'y uzun bolalar bilan urushib katta bo'lgan, o'zingizam bilasiz. Bu havaskorni bosib o'tgan yo'li juda ham tajriba foyda berdi bizga. Katta birdan aytdim, bo'y tugagandan keyin aytdim, juda ham zo'r havaskorni ishlatdim. Mana havaskorni tajribasi mana shu yerga qo'l keldi. Masalan, tayyorgarlik jarayoni ham masalan bo'ladi. Masalan aytilgan rejalar bo'ladi, rejalar hammasi ishlamasligi mumkin-da. Rejalar hammasi ishlamasligi mumkin. Mana shu vaqtda sportchining o'zini ham instinktiv bo'ladi, o'zini o'sha vaziyatga tez ko'nikish. Vaziyatga tez ko'nikish, tezda o'sha vaziyatni aniq qilish. Baholash, sirazi. O'sha narsa Ramazonga tez ishladi. Azizni bo'yi e'tibor qilsak, o'sha narsa ozgina pastroq vaziyatda, ko'proq. U ham o'sha havaskorda kamroq urushganligi hisobida. Ramazon birdan aytdim, Ramazonning tajribasi juda ham katta, havaskorga juda ham katta. Urush qiyin. Uni bilaydi, buni ham urush qiyinligini. O'ng qo'lini tekkizish qiyin edi o'sha bo'ydan. Eng kuchli udar tegmay qoldi hali ham. Qiyinroq, ozgina qiynaldi, lekin epladi. Shunday. Ko'rsamasim, bundan keyingi nimalarga raund, 3 raundli, 5 raundli bo'yli havaskor tajriba juda ham kerak bo'ladi. Botir akam biladi. Mana haqiqatan ham Muzaffar aka zo'r atmet qildi, что haqiqatan ham bitta game plan bo'ladi. Haqiqatan o'sha game plan o'zgarishi mumkin любой soniyada o'sha jang davomida va aytganingizdek o'sha IQsi, o'sha boец IQsi kerakli darajada bo'lmasa, to здесь o'sha natija shunga yarasha. Молодец, mana shu Ramazon tezda o'zini o'sha перестроиться deyiladi-da, jang davomida o'zini o'zgartirdi va o'sha sizlarda tavsiyalaringiz bilan o'sha boshqa o'sha harakatlar boshlandi, chiroyli jang bo'ldi. Вообще Muzaffarga как раз как тренер sifatida mana sizga тоже mana savolim bor edi. Mana siz уже MMA bu вообще sport juda ham professionalniy sport rivojlanyapti, havaskor sportimiz тоже rivojlanyapti. Mana shu siz o'sha Amerikada UFC Performance institutida ko'rdingiz, qanday ular podxod qilib fan как бы darajasida, то есть sportni o'sha aralash jang san'atini как fan, то есть qanaqa bu taassurotlar, qanday ular ishlaydi, mana shuni bir aytib bersangiz. Bo'lajak trenerlar uchun qiziq bu narsa. Bizga ham qiziq. Birinchi kirib kelishimizdan aytib beraman, juda ham bu mansam bir g'ururli narsa. Kiradi, axrana bo'ladi yoki mana kirishingizdan oldin mashina turibdi, o'sha elektrический darvoza. Kirishingizdan oldin uni bosasiz, knopkani yoki javob beradi yoki o'sha yoqqa turgan bo'ladi. Kim keldi? Ramazon Temirov. Mana 500 ta yetmaydi UFC'da jangchilari. Butun dunyo bo'yicha UFC'da jangchilar 600 ta yetmaydi. Lekin o'shani ichiga bizning o'zimizni mana shu Qashqadaryolik oddiy bir qishloqdan chiqqan yigitlardan shunchalik darajadagi sportchi chiqqanda biz juda ham xursandman. Masalan, o'zimizda kichkinalikdan shug'ullangan Ramazon. Yana aytmoqchimanki, kirdiz Temir familiyasi bilan 5-6 kishi kiramiz, bemalol kiramiz. Shu bo'ynaki zalga kirganingizdan o'sha bemalol resepsiyonlari va o'zini kirib, vesa kiyimlarni almashtiradigan xonalargacha juda e'tiborli bilan qilingan. Har bitta zalda, har bitta setkani ichidagi familiya, usti familiya turibdi. Qaysi soatga o'sha Ramazon Temir kirish kerak? Yoki masalan qaysidir sportchi kirish kerak. Siz o'sha soatga sizni hech kim bezovta qilmaydi. Sizni ustingizga dietolog turadi. Обязательно dietologlar turadi. Sizni ovqat nazorat qilish uchun.
bunaki qarovchilar turadi. Siz kirgan vaqtingizga sopernikingiz ham даже kirmaydi. Sopernikingiz hech qachon kirgan qo'yishmaydi. Siz to'xtab turing, siz bu yoqqa kira olmaysiz, sopernikingiz turibdi. Sopernikingiz turibdi, kira olmaysiz. Shu hamma qonun qoidalar, visagonka jarayonlari juda ham zo'r, hamma sharoit yaratib berilgan. Saunasiga kirasiz, saunasiga turasiz, nafas olish bemalol, lekin terlaysiz. Zo'r terlaysiz. Bemalol terlaysiz. Muzli, issiq suvlari, отдельный basseynlar qilingan. Xohlasa sportchi massaj oladi, masalan. Masaj oling. Qotish nimalari bo'lishi mumkin. Tanasidagi travmalar uchun maxsus massajlar, elektr, hammasi juda ham sportchi uchun hamma sharoit yaratib berilgan. Hamma suvlari, protein, o'zi vitaminizatsiyalar bilan ta'minlangan. Tekshirilganlar. Ha, tekshirilgan. Men bitta narsa qoldim, oxirgi marta bitta narsaga guvoh bo'ldim. Bu Ramazon aytibdi, so'rang deyapti, mana bu ovqat yesak bo'ladi. 4-5 soat oldin olingan ovqat. Mana shu narsaga men juda ham e'tibor berishdi, ustida turishibdi. Visagonga bir kun qolgan. Yesam bo'ladimi deyapti. Men shuni oluvdim deyapti. Shunaqa narsalar oluvdi, berishuvdi deyapti. Yo'q deyapti. Nima uchun deyapti. Tandir go'shtimi? Yo'q, ular ovqati. Ular ovqatimi? Samolyotda ovqat beradi. Tandir go'shtmi? Yo'q, shunaqa ovqati nima uchun? Sportchi 4 soat, 5 soat, 4 soat, 3 soat, 4 soat o'sha kirgan vaqtidan oldin olgan. Sportchi ichib ketib qolish mumkin degan narsalar bo'lganda shunaqa holat. Xolidellikka turmagani uchun. Xolidellikka turmagani uchun. Shunda turgan shunchalik darajali sportchiga e'tibor juda katta. O'sha ma'lumot uchun, например, o'sha institut performance u не просто как бы sportchilarga qaraydigan sportzal, aka polностью analitika qilinadi. Mana shu turnirda eng ko'p priyom qanaqa bajarildi, qanaqa например, o'sha usullar ko'proq bajarildi, например, kim qanday o'zini tutdi. Juda ham melochovkagacha e'tibor bergan. Даже mana bizda o'tgan o'sha yili jahon chempionati bo'ldi, havaskorlar o'rtasida. Ular как раз o'sha bir ikkita hakamlar, nimalar, UFC hakamlari bizga seminarlar o'tib, o'sha ko'p narsani tushuntirdi-da, что sertifikasiya bor ularning. Chipi bor. Chipi bor ekan, pechatkada. Sertifikasi. Потому что отсюда ketibsan. Aksiyaterinni zarbalaringizni, har bitta zarbalaringizni o'z tili. O'sha ilm darajasiga chiqqan. Bu уже nauka. Sport o'sha jarayon tugagandan keyin mana sportchi jang qilib bo'ldi. Jang qilishidan oldin sportchini tekshiradi. Doping kontrol bor. Sizni boshdan o'sha analizingizni oladi, o'sha topshirasiz. Siz tepangizga turadi. Ustingizga turib analizni oladi. Hech qanday alg'on ishlatilmaysiz. Masalan, bir sportchilar bo'lgan, bokserlar yonboshga shlanka qo'yib analiz topshirgan payt bo'lgan ekanda. Boksga bo'lgan, professional boksga. O'sha narsalarni xavotir o'sha doktorlar ustida turib analizini oladi. Har bitta narsa e'tiborga olingan. Analiz topish keldingiz, o'sha boytiga jarayon tugadi, sportchiga bo'lgan e'tiborni aytib beraman-da, men juda ham e'tibor. Odamga bo'lgan e'tiborda birinchi o'ringa. Bonaki sport chiqdingiz, sizni sразу doktorlar tekshiradi. Qanday sportchi qanaqa holatga, qancha vaqtga chetlashtiriladi boylardan, janglardan, jarohatlaringizga, yuzingizda jarohatlar, oyog'ingiz jarohatlar emas, masalan 3 oyga yoki 2 oyga yoki o'sha zalga kirishsiz, UFC performansiga kirmaysiz, faqat davolangan kirasiz. Davolanasiz. O'sha travmalaringizni to'g'rilash uchun harakat qilishadi. Shunaqa sportchilar uchun aytmoqchiman, yoshlar uchun mana shu eshitadigan, mana biladigan yoshlar uchun juda ham sportchi oliy darajaga qarashadi. UFC'da jangchilari juda zo'r joyga. Ham oilaviy sharoitini to'g'irlash uchun, ham haqiqiy jangchini sharoit qanaqa bo'ladi, tayyorgarliklari, hammasi zo'r nazoratga olingan, juda oliy darajada. Bitta savol bor. Ramazon, og'riq qoldiradigan dorilar bor. Masalan, biz kupen ichamiz, boshimiz og'rib qolsa kupen, nochun bolinol ichamiz masalan, narsalar. Yerda qandaydir masalan trambolning kisan, o'zi boydan oldin trammen bor edi oyog'ingda. O'sha og'riq qoldirish uchun qanaqadir dorilar berdimi senga maxsus yo любой dorini ichish mumkin ekanmi bu yerda? Любой dori icha olmayman. O'zimizda ham hozir men
boshim og'rib qolsa yoki nimadir bo'lib qolsa, dori ichishga qo'rqaman. Birinchi og'riq qoldirish uchun-da. birinchi o'rinda boyagi men Iskandar aka bor, dietologim so'rab ko'raman men. O'shaning tarkibida doping kontroldan chiqadigan birorta elementi bormi yo'qmi? Bo'lmasa ichaman. Amerikada ham xuddi shunday travma oldim, tabletka ichmadim, faqat muz eng davolaydigan anaqa ular o'zining doktorlari nima deylardi? Anaqa bor-ku, o'zining apparatlari bilan davolaydi. Fizioterapiya qilishdi. Keyin o'sha ko'proq travma bo'lgan joyga muz bilan davolashar ekan, muz ushlab davolanadi. Atak tabletkalarni ichishga juda ehtiyot bo'laman-da. Mana muxlislar aytadi-da, ko'p odamlar aytadi, MMA jangchilarini strashni tasavvur qilishadi-da, travmalarini. To'g'ri. MMA jangchilarining ko'pi muskuli jarohatlanadi bizanikidan. Ko'p muskul. Nima uchun? Nagruska mana vez ganat qilyapti, 10 kilo ganat qilyapti. Men shuning uchun aytaman-da, ko'pchilik o'zicha kulayotganlar, "Sen bir urushib ko'r." Yo, men urushma. Vez ganat qilib ko'r mana. 10 kilo bir kunga, mana 2 kunga, 3 kunga, mayli bir hafta vaqt beramiz, bir haftaning ichida 10 kilo tashlab ko'r. Rejimga amal qil, 2 mahal trenirovka qilgan holatda keyin bir 15 minut begovoy darajada yugurib ko'rasan, qanchalik ahvolga tushasan deymiz. To'g'ri, bu bizning ishimiz. Lekin jangchini baribir o'zini psixologik holati bo'ladi-da. Masalan, buni psixologiyasi boshqacha. Bu o'sha boynagi kecha buni otasi bilan o'zimiz gaplashdik-ki, bu psixologiya yoshligidan shunday bo'lgan, oldinga qaytma, bor. Faqat borasan deydi. Masalan, bizga menga aytilgan tanang og'riyapti, qara, o'zingni azoblama, qiynama. Bu tag'isi aytganingizdek, mana yosh bolani yoshligidan berilayotgan tarbiyasiga ham bog'liq. Nima uchun chechenlarni ko'p aytadi, qaytmaydi, paloncha deydi, ular duxu katta deydi. Ularga yoshligidan shunday tarbiya beriladi. Tarbiya beriladi. Shunday tarbiya. Shuning uchun mana bu ko'p ota-onalar ko'rayotganlar, bu suhbatda ma'nosi nima? Ramazon Temirov UFC'da yutib keldi va shunga qanday narsalarga amal qilyapti? Masalan, ustozlar bilan birgalikda mana ishlash tizimini sizlarga aytiryapti-da, muxlislar. Aytayapti, mana jarohatim bor edi, maslahatlashgan holatda. Maslahatlashyapti. Bitta odam bilanmi, 4-5 odam bilan maslahatlashyapti. Endi qarang. Muzaffar aka, mana Ramazon havaskorda ko'p urushganini ko'rgansiz. Yana shu havaskor temasiga qaytamiz. Havaskorda o'sha men shunday ko'rdim, boyda havaskordagi Ramazonni ko'rdim-da, ishlagan. Tak oldingiday rukopashnikda qochib. Saloni yetishmadi, bir kakkalist. Boshqa chiqqanda nokaut qilaydi-ku yoshligi. Neudobniy. Вообще noqulay. Bitta joyga turmayapti-da, faqat chap o'ng oldiga chiqadi. Necha yoshidang? O'sha havaskorga chiqib nokautlar qilgansan-ku. 13 yosh bo'lganmi? 12 yosh, 15 yosh. 15 yosh bo'lgan. 15 yosh, 16-17 asosida. 18 yosh bo'ladi. 15 yoshda o'sha men chempion bo'lib Mijnorodga birinchi buni olib chiqqan paytda o'zim bilan maslahatlashganmiz. Shunday. Bu biza sharoit bo'lmagan, botiraka qanaqadir ikkalasidan bittasi, yo bu og'aynisi bordi Oybek, yo buni olib ketamiz, yo buni olib ketamiz. Bitta kishi chiqish kerak edi bitta vaznda. Shunday. Kimnidir olib ketish kerak. Ikkalasi ham o'sha viloyatga birinchi nomer bo'lgan. Keyin Bobur aytgan shu Ramazonni olib boring, aka, shu Ramazon yaxshiroq forma. Maslahatlashadi Bobur bilan. Keyin olib bordik, mana Mijnorodga 15 yosh vaqtda, 16-18 yoshda chempion bo'lgandi Ramazon. Boynaga ana emasmi? Kashelokni yo'qotgan kuni emasmi? Sumkani yo'qotgan kuni. Yo'q. 3 ta nokaut, 5 ta jang qilib, 5 ta shalasini 5-chisini faqat o'sha Baqvatroq ham bo'laydi. Ochkoga yutgan faqat. Men xalqaro turnirda o'shanga birinchi marta yutgan. Mana nima uchun qaranglar. Do'stlar, endi eng qiziq oxirini tugatib qo'y. Eng qizig'i televizor yutgan, qor, sovuq, yaxmali. Men televizor ko'targanman, bu oyog'i cho'loq yuribdi. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Televizor ko'taraman, seni qara deyman, keyin meni ko'tarasan keyin. Mana hozir qarang, o'sha vaqtda Xudoga bir yaxshi niyat qilingan. Aytdim, bugun ham mana niyatni gaplashamiz. Niyatni gap katta ekanda. Haqiqatan niyatni gap katta. Mana masalan, boyga chiqyapti. Men hozir yoshlarga bitta narsada do'stlar, internetda tanilish media tizimi hozir ko'pchilik o'ylayapti mediada, lekin
buni Qashqadaryoda masalan nima uchun yaxshi ko'rib qolishgan? Masalan, Qashqadaryoning o'zida bo'lganga Zrelishni urishish kerak. Justin Gage'ni nima uchun yaxshi ko'rishadi? U internetda hech qanaqa anaqa qilmaydi, masalan. UFC'da boyislarni olib qarasang, bundan tashqari boyislar, masalan, nima uchun yaxshi ko'rishadi? Chunki u yorqin janglar ko'rsatadi. Bu ham shunday, UFC nima uchun birdan yaxshi ko'rib qolishdi? Urushyapti, mana uchun to'xtamasdan solyapti, narsa qilyapti, uryapti. Men shuning uchun aytmoqchiman. Gapirish bilan qilishni ham eplash kerak. Qilishni ham eplash kerak demoqchiman. Botir akani o'zlarini masalan shogirdlari bor, masalan, Olimboyda masalan aytsang, ha? Uni professionalga chiqarmoqchi emassiz? Yo'q, endi u говорится, davlat shu ichki ishlarda ishlaydi, ularni ko'proq yo'nalishi именно havaskor, rukopashnovoy, lekin nima deydi, ancha potensial bor, talant bor. Men nimaga yana e'tibor bermoqchi edim, hozir bo'yna o'sha gap bo'ldi. Ota-onalarga ozgina как бы тоже murojaatda, вот mana Muzaffar aka тоже aniq qiladi, tasdiqlagan gaplarimni. Ballaringizga mana kecha misolida, Yo'ldosh akaning misolida, to есть Ramazon otasi Yo'ldosh aka, to есть o'zini o'sha тоже sportsmen, juda ham как бы sportda yaxshi ko'radi, fanat. Mana shu bolaga tarbiya berganda, все-таки berili unga ozgina ishonch, berili ozgina turtki. Sen qilolmaysan, sen bo'lmaysan degan narsa akasi eng yaxshi emas ekan. Ber, молодец, bor, bos o'g'lim, mayli. Bu safar bo'lmasa bu. И постоянно tarbiya, to есть ustida, tak, trenovka qildingmi? Tam misol o'tni urdingmi? To есть mana shu narsa bo'lganda bo'lardi o'sa, nazorat ham bo'lgan, qattiqqo'llik bo'lgan. И o'sha duxini ham, endi mana shu oddiy tilda duxini ham berganda otasi. Shunday gapirib beryapti. Men o'sha qumli bakalashka tep turardim. Например, hozir tepazammi Boburga? Tepganman. Bu ana rolik qilganimizda videosi bo'lsa shu topishimiz kerak, birga rolik qildik. Buni bu Ramazon kelgan kuni uyda o'tiribmiz. Endi muxlislar bu narsani ko'rmaydi. Videoga tushmadi u narsa. Balkim chiqarishar, o'shani qo'shib yuborishimiz mumkin. Iltimos qilamiz agar videosi qolgan bo'lsa, bor videosi operatorlar bo'lgan bo'lsa qo'shinglar. Men masalan bahona qildim, masalan buni dadasi bilan, Ramazon dadasi bilan rolik qildik. Rolik. Masalan meni bo'yim 1.78 narsa. Bo'yimni bahona qilaman har doim, lekin gap bo'yda emas, gap o'sha mashqni qilib yurishdi. Otasi masalan 55 ga kirganlar, yo'ldoshlar. Olmuş ha, işte. Olmuşga kirganlar 12 ta rolik qilyaptilar. MMA bayisi bilan hozir Men bayis emasman, men bir oddiy blogerman aka. Yo'q, men bir oddiy blogerman. Tanisham barlik deyman. 30 yoshli bayis bilan 60 yoshga kirdim men. Kecha 30 ga kirdim. Dadam olmushga kirganlar. Yo'q, men yutaman dedim, men qila olaman dedim. Qani? ko'ramizda rezultatni. Bismillah. Ketdi. Ha, dada. Yaxshi. Nechta qiling? Bobur bundan salni yuribdi. Qiyin bo'lsa. Yana tovar roza. Bobur nima qildi? Nega aralashib qolmay Bobur? Davay. Davay. İşte bunu sikirlet. Yetinchi. Sikirlet kurashirdi. 8. Bakma degan. Dadada. Bo'ladi dada. To'xtab qaytarib bersam. Ana yiqilib ketsam, yuzimga bijir qilib qo'yadi. Bobur masala deysizlar. Bu Bobur masala boshqa odamda deysizlar. Photoshop dovara. Bobur debdiga ko'pyapti. Mana, ikki. Taylayla. Arganroq chiqsin. Qanday chiqsin? Kunlirdina deydi. Adam aytrin o'zi kunlirdina deydi. 5 6 O'zi yetkildi. Bani davliyam bor prosta. O'zi davlen ham bor, o'zi beli og'rib qoladi. Nechani o'litgan deysan Bobur. Lekin İşte böyle. İşte. Ha. Nere işte?
Ha, bo'ladi, bo'ladi. Bitta o'tkazib qo'ying bobur aka. Ramazon Lekin boka. ko'zini chiqib ketdi. Davliyam chiqib mehmon bolalar bor. Lekin Qo'yli. lekin aka qo'ydi. Men ko'zim davliyam chiqib ketib qoladi. U masalan yoshi katta odam, men yoshi kattalarga ham aytmoqchiman-da, yoshi katta odam masalan bir xilla o'rnidan xilla turadi. 40 ga kirgan o'sha o'rnidan tura olmaydi. Mana bunaqasidan qilib, bunday qilib bir balo qilib turadi. Lekin to'g'ri aytishingiz mumkin, kasallik boshqa narsa, lekin o'sha kasallikda ham kasal bo'lib yotish boshqa, kasallik bilan kurashish boshqa. Biz hayot bu kurashishimiz kerak har doim, kasallik bilanmi, odam bilanmi. Olimlar o'sha dokazat qildik, akaza bu diyetalar yoki qanaqadir nimalar muhim emas, asosiy mana shu akaza bizning muskullarimiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha, например, nima deydi, o'shalar ham energiya berar ekan. O'shalar, например, akaza sizni как бы, turasizda tik yurasiz. Qancha mana yoshingiz ketyapti-ku, o'sha muskul yo'qolyapti-ku, и все, o'sha yo'q, o'sha короче, kuch-quvvat yo'q. Поэтому akasi yosh, ayniqsa 50 dan keyin o'sha trenirovka qoldirmasak, har kun odam terlash kerak. Mana kecha Yo'ldosh aka ham aytganingizdek o'sha sport ketdi-ku. Aytdimmi, men yutqizdim dedim. Men mayli. Ota-ona o'zini misolida, mana misolida qanaqa, mana yengilgina mashq, lekin qanday u ta'sir qiladi, например, o'sha bolasizgami, atrofidagi nimalarga. Поэтому ota-ona обязательно sport bilan shug'ullanish kerak. Hatto o'sha targ'ibot qilish kerak. Sharoit yaratish kerak. Bu Va shu yana bir narsani aytaman, shu bo'naki Ramazonni o'sha yoshlikda endi masalan ayol kishi onasi sahalgina ana dadasi bosgan. Davay o'g'lim borasan sportga, davay har doim kelib turadilar zalga. Kel tomosha qilib turaylarga. Endi sharoit sal bular ozgina bo'lmagan o'sha vaqtlar. Bo'lmaganda Muzaffarjon buni telefon qilib, bu hozir sharoit yo'q, musobaqalarga bora olmaydi. Yo'qdi, boradi. Shuncha o'g'il bor, bir to'g'ri o'g'il bor, bular katta bo'lib ketyapti bular. To'xtang, opa, xudo olsa yaxshi bo'ladi. Bolalaringizni hali rohatdan ko'rasiz, katta bo'lib ketadi. Onasi aytganman o'sha vaqtlar, eslayman, o'sha katta tepa zalimizda edi. Sharoit yaxshi bo'lib ketadi hali xursand bo'laverasiz deb aytdim. O'sha qanaqadir baribir o'sha vaqtdan qanaqa ishonch bo'lganda, masalan, Xudo ko'ngilga solganda o'sha vaqtda. Ha, shu saniga ham sharoiting shunaqa bo'lgan. Shunday. Ramazon ekan, sportchilarni qancha bonaki qo'llab-quvvatlab, ona-ota tomonidan, ustozlar tomonidan qo'llab-quvvatlagani uchun shunaqa darajalarga erishadi bular. Yoshlikdan hech kim tonimaydigan vaqtidan boshlab hech kim tonimaydi bularni. Ustoz aytadiki, ota-ona yerga tushirsa, ustozlar ko'kka ko'taradi. Harakat qilganimizda shularni o'zimizni bonaki oiladan kechib degan joylar bo'ladi. Masalan, bir trener oiladan kechadi, например, kechgacha masalan o'zingiz bilasan 11 gacha zalga bo'ladi. Kechga gapingizni bo'lasiz, shu gapni tasdiqlaysiz. Bizlar, например, shogirdlarga даже, например, misol uydan ko'ra ko'proq vaqt ketkazamiz. Farzandlardan ko'ra, farzandlar hol uncha vaqt. Shuncha farzandlarim zalga olib kelib olganlar. Bu kishi Sen ham shunday qilasanmi? Sen shular harakat qiladi. И mana duoda mana kecha ham Yo'ldosh aka o'zgardim. UFC chempion bo'lsa, oltin kamarda olib kelsin. Ha, bir xil gap gapiradilar, chunki xohlaydi. Duo, qulobdi ota-ona, bu primoy. Nasib bo'lsa duoga nima bo'ladi, odam haqida ota-onaniki primoyda, молодец. Mana misol, menga misol как otaga. Keyinchalik bizdan mana bitta sportchimiz bor, shogirdimiz, Bo'riyev Suhrob, bitta yaxshi rolik qilgan o'g'ilchasi bilan shunday o'ynatib turgan. O'zim olganman video. O'zingiz olgansiz. Million prosmotr. O'sha otasi ham aytadi, ustoz duo qilib qo'ying mana bular. Hammadan duo olasiz sizdan. Biz katta ustozlardan duo olish kerak deb aytadi. Masalan, ota-onasi bilan birga masalan ustozlardan ham o'sha kim o'sha men aytaman, mana shu ustozni mehri tushgan shogirdlar zo'r bo'ladi, zo'r darajaga erishadi deb bilaman-da. Mehrga shogirdni o'zi munosib. Mehr nimaga tushadi? Bu mehnat qilibdi, bilinyapti. Faqat qilgandan keyin, конечно, siz bir sachoq bo'lsa unga, например, bu keladi, qiynalib, bonaki ishlab, onasi o't o'rdirgan, yiroqdan turgan. Даже buni bilaman, o'tlarni ekishni biladi bu. Chunki ko'rganman. Yer orqadagi o'yin orqasidagi yerga
og'daradi, uradi. Bu safarga esa yer og'darib kelyapman. Qap-qora bo'lib ketgan, qap-qora quyoshga. Shu trafga kelish uchun yana bir- qap-qora holatga kelib och yana. Shunday. Qiynalgan holatga kelib. Так что yana без trafga гоня qilaydi. меня уже yoshlikdan O'zi bu nedavest Bor, da, nedavest. Biz yetmaydi. Masalan, o'sha birinchi profga chiqargan vaqtimda Qarshiga chiqdi. 48 kilo vес bo'lgan, 55 kilo urishgan. 55 ga urishdi. Bosar bilan chiqdi. Men eslayman, 17 yosh и 48 kilo. Bu urushdi, Oybek urushdi. Короче, birinchi sport kollejda Oybekcha, bizdan Oybekcha. Yo'q, men eslayman-da, chunki mana birinchi professional bo'yi bo'lganda bularni bu Ramazon bitta og'aynisi bor edi, Oybek degan. Juda ham ikkalasi mana raqobat o'stiradi-da, ikkalasi raqobatlashib, bir-biri bilan har kuni sparring, u masalan kurashga parterga zo'r bo'lsa, bu stoykada zo'r edi. Oybekni yutdi bir eslaysanmi? Baquvvat bola bilan chiqdi-da, Buxorolikmidi, qayer baquvvat bola? Ha, Buxorolik. Oybekchani yutib qo'ydi. Men aytaman, Ramazon bilan chiqadi, Ramazonning kuchi ko'p deyapman, mana fizически kuchi ko'p. Nimadir qiladi deyapman. Bu bunga kuchi yetmayapti uni. U kuch bilan olayotgandi, hammani kuchi yetmayapti. Endi finalga endi u bola u vaqtda bosar вообще anoyich edi-ku u vaqtda. Keyin mana shu kurashgacha bo'lgan vaziyat, o'sha bo'lgan vaziyat mana buni o'sha vaqtda kurashga qiziqmaychi edi bu, uncha qiziqmaychi edi. Men majburlash, ketsam bo'lam, yo'q, ketmaysan. Kurashasan. O'sha chustut qilingan MMA ga chiqishi. Yutqizish yomon ko'radi bu. Yutqizish yomon ko'radi. Yutqizib qo'yadi, 5-6 martalab baliq qiladi Oybek buni. Hozirda jiyani bor, alonsi bor. Yutqizib qo'ysa orqasidan uradi shogird. Keyin bonagi o'sha tarbiyasi bilan shug'ullanamiz o'sha. Bonagi yutqizib qo'yadi, yutqizgandan keyin buni ketaman deydi. 3-4 ketsam bo'ladimi ustoz? Yo'q, ketmaysan, qolasan. Keyin bir marta Bunyod bilan siz musobaqa qildingiz. Eslaysizmi? Barsda. Ha, asta-asta sekin-sekin bu o'sha baliq qila olmay qoldi Oybek bilan. Keyin o'sha yoqqa men qarayapman, Ramazon yo'q. Telefon qilaman. Ramazon qayerdasan? O'ygaman. Nima kelyapsan? Grappling musobaqa bo'ladi. Birinchi bo'lsa. Da. Bo'ludi, eqqa. Bormasam bo'ladimi? Yo'q, kelasan. Tez kelmasang zaldan haydayman. Keldi o'sha momentga qarang. Musobaqaning eng zo'r baliqchisi bo'ladi. 4 ta baliq, 5 ta baliq qildi musobaqaga finalgacha. Finalgacha keyin o'sha sovrin topshirildi. Eslayman siz o'sha pulga xotima qalaqadir. Biz o'sha qiziqtiradi. Mana haqiqatan ham eslatdingiz, juda ham yaxshi davrlar davrlar, когда grappling to'g'risidan O'zbekistonning ichki ma'lumotnomasi biz 2013-mi, 2014-mi biz grappling musobaqalarda Bunyod Pattayev bilan qilardik. Mana hammamiz birgalashib, haqiqatan ham o'ta tashabbuskorlik, yangilik pasdan yaratardik. Men yana bitta narsaga e'tibor bermoqchiman. Kechagi yana birga iftorlikka bo'ldik-da, uylarida bo'ldik. Kagasa ehsonlaringiz qabul bo'lsin. Mana shu Yo'ldosh aka bilan suhbatlarda bularni uyiga bo'lib, hozir mana yangi chiroyli zamonaviy remont, hammasi shu, bitta o'sha uy, молодец. Mana shu akasi aytgan ekan-da Ramazon, bu eski uyni buzmanglar, tursin. Kino qiladi. Uni kino nasib bo'lsa kino bo'ladi. UFC kamarni olgandan keyin kino bo'ladi. Bu da напоминание haqiqatan ham shu когда-то qachonda shunaqa bir davrlar bo'lgan, yo'mo ta'sirlandi namangan. Aytaman, haqiqatan mana shunday odamni eslatib turish kerak. A to bir qilay, istanch bitadi. Например, mana kim bilan boshlagan, kim birinchi tam ustoz, kim mana yoningizda bo'lgan, boshqa mana shu istanch bitadi. Bu shunaqa endi har xil insonlar bor. Eski o'yinni saqlab qo'ygansan. Men endi o'shanga kecha suhbat bo'ldi, o'sha xudo xohlasa UFC kamarni olgandan keyin nasib bir men endi o'zim birinchi ko'rganmiz, borganmiz, uyiga borganimizda o'sha uyda ko'pchilik o'sha yerda turardilar-ku. O'sha yerdan ko'rsatgan mana aka kuboklarni turibdi shu yerda, mana yutgan televizorlarni 2-3 ta televizor bo'lib ketgan, havaskordan yutgan narsa. O'sha o'yinni dakansa saqlaysanmi endi? Hozir agar o'zi o'sha niyatim bor edi. UFC dan bilsangiz, chempionlikgacha borsa, top bo'yicha qatoriga o'sha pretendent bo'lasiz-ku. Ha, ana da'vogar bo'lganda o'sha UFC dagilar sizni hayotingizni o'sha anaqa qiladi. Hujjatli film. Ana обратный отчет. Bo'yigacha bo'lgan 3-4 qismlik
jangchilarning 3-4 qismlik hayot haqida, janggacha bo'lgan hayot haqida. Endi men tushuntirib tarjima qilib ketaveraman, gapiraveraman. Keyin shunaqa narsaga men shu как bo'lishni uyga olib kelib, hech qanaqa uyalish yo'q. Aka yoshlikdan qayerda o'sgan bolalar ko'rsin, hozirgi ko'p bolalarga menga hozir masalan sizga ham yozadi, menga aka sharoitim yo'q, aka unim yo'q, aka men pulim yo'q kelishga, aka unaqa deydi. Shu bolalarga haqiqatan ham motivatsiya bo'lsin. Ko'rsin, mehnat qilganmiz, muzokama aytganlaridek o't o'rganman onamdan zalga pul olish uchun, sal uzoqroq turamiz-ku, taksida kelib ketish uchun. Blok qo'yganman, o't o'rganman, hamma narsa nima uyda ish bo'lsa hammasini qilib, keyin kerak bo'lsa zalga kelardim-da. Aytmoqchi bo'lganim bu sharoit hech qanaqa bahona bo'lmaydi-ku. O'shanga men dadamga aytdim, dada, xudo xolasa qanaqa uy qursak ham, mana shu uyni qoldiraylik. Shu o'rtada uni remont qilamiz. Qolsin shu yerda uyga medal narsalarni shu yerda ilamiz. Muzey qilaylik diktatorda. Muzeycha, uy muzey. Uy muzey. Yo'l bilan chiroyliroq qo'yish kerak. Ha, shunaqa qilib, shunaqa planlarim bor edi-da. Ajoyib fikrlar. Men ana bo'lar. U uyni ko'rganda, bilasizmi aka, biz mana bitta uyda 4 ta o'g'il yotardik. Ana videolarda bo'ladiki, hozir ham chiqib ketyapti-ki, ana pechkachalar qishda xuddi o'shanda o'ycha. Hali video chiqsa ko'rasizlar-da, o'sha o'ychada, xuddi aytayotgandek. Lekin undagi halovat boshqacha bo'lganda aka. U yoshlikda haqiqatan ham men shu uyimga kirsam, shuni uyga kirganda to'g'ridek bo'lasiz ko'rinib turadi. Shu yoshligim esimga tushadi o'sha uyda. Ota-onani mehri bilan. bilan Ko'rganda unda yana ham menga boyagi hayotda bo'lgan motivatsiyam yana ham oshadi. To'g'risida ota-onamni yoshligim hamma narsa esimga tushadi o'sha uyimga qaraganda-da. O'sha uchun dadamga, dadam ham o'zing bilasan-da. Zil ham turibdi-ku. U zil turibdi. Zil turibdi. Zilni qo'yib qo'yganlar. BMW ana nima deyiladi? Mana Xudo berdi, mana Jaydar, mana Qashqar O'zbekistonning gapi, Chevaza gapi, qo'sha mashin, uylar bo'lyapti, hamma narsa bo'lyapti, lekin hepti kinoda bo'ladiki, etigini ilib qo'yadi. Bu yaxshi narsa. Chunki haqiqatan o'zligini unutmasa, oyog'i yerdan uzilmasa, Xudo beraveradi, yana beraveradi. To'g'ri. Shuning uchun mana ko'pchilik bolalar hozir men ko'p ukalarni bilaman-da, bir vaqtda kelib yurgan yonimizga, aka kelib yurgan, narsa qilgan, Instagramdan yozgan, boshqa narsa qilgan, sal xalq tanidi, sal xalq narsa qildi, yutdi, seriozini yoqib oladi. Hazil qilasiz soling, bunga masalan hazil qilaman, kecha achkilarini olib qo'yaman, narsa qilaman, bunga hazil qilib yuraman. Endi men me'yorini bilgan holatda masalan yoshlar yonidagi ukalarni oldida masalan jangni o'tkazib bo'lmaydi, lekin o'zimizni bilganda o'zimiz qolib qo'ysa hazil qilamiz. Masalan o'zida turadi-da. Masalan men ham sinfdoshlarimga masalan o'zimday turaman. Keladi, hazil qiladi. Masalan Muzaffar aka ustoz, bizga qanday odam deb bilamiz. Muzaffar aka masalan ikkita gapimizni xilla gapiramiz. Masalan sizga qani distansiya, lekin sizlar o'zingiz og'ayinlaringiz bemalol hazil qiladi o'zini anonsida. Xuddi shunday bo'lish kerak deb o'ylayman. O'zicha seryozni yasab, men bir kun bittasi vrachgacha hazil qilib bunday gapirsam, seryozni gapiryapti-ku mana. Ha aka, dedim, astag'firulloh. Mana shu gapingni bir to'ldirib ketaman. Mana shu UFC'da nimasiga bordim. Mana shu Shonomeyli, Ankalayev, shu Volkovlarni ham ko'rdim. Merablar, bar chempionlar. Mana bu masalalarda men bularga ham rasm tushadi deyapman. Ha, shunaqa savol berdilar. Bor edi. Gapimiz bor. Aka deyapti, bular umuman kibr qilmaydi. Trener deyin, o'zida deyapti, shunaqa ular hurmat qilasiz deyapti. Aka. Shunday qilib boraman. Shon deyapti, Behke deyapti. Ana Sarvar kelyapti. Shunday coach deb rasm tushyapti aka bilan. Shuni rasm quchoqlab rasm cho'kdi mana misol Ankalayev masalan Merab ana sal Azizni jangidan keyin sol ozgina настроениemiz bo'lmadi. Pereira keldi, Colby Covington ham bor edi. Hammasi Pereira qanday haqiqatan shuni katta narsami Pereira? Hammasi chempionlar, juda oddiy. Shunaqa kiyimlarni almashtirib tez qizishga yordam beryapti Merab. Chempion masalan. U mana qilib tursang bo'ladi, qo'lini orqasiga qilib. Unaqa narsa yo'q, kibri yo'q. Hech qanday maqtanish yo'q ular. Bemalol siz ular bilan rasm tushing, siz bilan keraksa kurashib ko'ring. Kurashadi siz bilan. Musobaqasi yo'qmi? Siz tayyorgarlik uchun musobaqasi yo'qmi? Bemalol siz bilan kurashdan ko'radi masalan. Bemalol berib, bemalol nima qilib kurashaveradi.
Aytmoqchimanki, hozirgi sportchilar aytganingda men keyin o'sha narsani aytdim. Sportchilar, shogirdlarimizga aytaman, shunaqa sportchilar bor, mana shunaqa sizlar ozgina sport bilan shug'ullanib, naborot sizlar qancha ko'tarilsa, men Ramazonga ham aytganman, qancha ko'tarilsa, o'shancha Shunga amal qilyapti ham. Ha, kamtar bu. Chunki sababi kamtar bo'lgan, kamtarga kamol, manmanga zavol deyilgan, endi xalqimiz maqoli bor. Shu qancha kamtar bo'lsa, o'shancha o'sib ketaveradi sportchi, eng yaxshi natijalarga erishadi. Ozginagina nimadir natija erishib yoki masalan ozgina bir trenajyor zalga borib yoki bir chempion, viloyat chempioni bo'lgani yo'q hali yoki respublikani yutishga harakat qilishi yo'q. Bitta ozgina daraja erishib ko'chadagi bolalarni noto'g'ri uradi masalan. Chunki ularning ham ota-onasi bu endi masalan aytadi, keyin bu anavi falonchi pistonchi. Yo'q, unday emas. Sizlar oldin tarbiyali bo'linglar. Ota-onalaringiz birinchi ota-onalaringiz yuzini yerga qaratmaylik bolalar. Keyin mana vatanni bayrog'ini ko'tarishga harakat qilinglar. Sizlar boshqa vaziyat yomon vaziyatga tushib qolishlari mumkin. Ertaga karyeringiz sinib qoladi. Ertaga qamalib qolishi mumkin. Ertaga ro'yxatga tushib qolishi mumkin. To'g'ri borib, to'g'ri kelib, ota-onasining aytganini qilib, ustozlarning aytganini qilgan odam sportchi, yosh sportchilar juda ham kam bo'lmaydi degan nima kelamizda. Ko'cha urush haqi. Sen qachon hurmat urishding ko'cha? Men ko'cha urishmaganman. Qachon? Yo'q, qara. Men bekorga bu savolni bermadim. Bilmayotganim. Nimaga? Men bilaman ko'cha urishmaganini. Mana qachon hurmat urishding ko'cha?